Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mahallabay va fuqarobay ishlash uslublarining joriy etilishi ko'plab ijobiy natijalarni bermoqda. Ushbu mexanizm asosida mahallalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, oilaviy tadbirkorlikni kengaytirish, aholining daromad manbalarini ko'paytirish va ishsizlikni bartaraf etishda salmoqli natijalarga erishilyapti. Shuningdek, aholi murojaatlari va jamiyatdagi ko'plab muammolarni bartaraf etishda ham o'z samarasini bermoqda. Mahalladagi mavjud muammolar va aholining kundalik masalalarini hal etishda birgina mahalla tizimi xodimlari emas, barcha soha mas'ullari bir yoqadan bosh chiqargan holda jarayonda faol ishtirok etayotganini ta'kidlash joiz. Mahallabay ishlash mexanizmining muhim asosi ham shu. Barcha soha vakillari hamjihat bo'lib, hududlardagi masalalarni kompleks yondashuv asosida yechishdir. Istiqlol mahallamizda 3654 nafar aholi yashab kelmoqda. Shundan 1821 ta nafari xotin-qizlardan iborat. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan hozirgi kunda mahallalarning o'zida barcha muammolarga yechim topilyapti. 15 ga yaqin tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Shu jumladan Majburiy ijro byurosi xodimlari bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz. Mahallada qarzdorligi borlar, soliqda qarzdorligi borlar. Mahallamizning eng og'riqli nuqtasi ajrim yoqasidagi oilalarni yarashtirishda Majburiy ijro byurosi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Mahallamizda bola ta'minoti bilan bog'liq 28 nafar aliment to'lovchilar bor. Shulardan to'lamaydigan 5-6 nafar aliment to'lamayotgan oilalar bilan Majburiy ijro byurosi yordamida undirib beryapmiz. Viloyatda 724 ta mahalla mavjud bo'lib, byuroning viloyat boshqarmasi tomonidan mahallalarga biriktirilgan davlat ijrochilarining ish hajmi taqsimlangan va bu tizim bir necha masalalarni ijobiy hal etishda qo'l kelyapti. Mahalla tizimiga o'tgandan buyon fuqarolarning og'riqchiliklari oldi olinib, har bir qarzdorning barcha ijro hujjatlari bo'yicha bitta davlat ijrochisi undiruv amalga oshirishi bilan bir vaqt o'zida ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni yarashtirish ham oson kechmoqda. Ya'ni har bir mahalladagi ko'chalar va qarzdorlarning tahlil qilish osonligi bilan ajralib turadi. Har bir xonadonga kirib qarzdorlikni o'z vaqtida bartaraf etmaslik oqibatlari tushuntirilishi bilan mahalla tizimining yengilligi bizga anchagina samara bermoqda. Termiz shahri misolida 37 ta mahallada davlat ijrochisi biriktirilib, o'sha qarzdorlikni undirilishi bilan bir vaqtning o'zida mahalla faollari bilan targ'ibot ishlarini ham amalga oshirib kelmoqdamiz. Bu targ'ibotlarimiz natijasida o'sha qarzdorlikni o'z vaqtida bartaraf etmaslik oqibatlari to'g'risida huquqiy tushunchaga ega bo'lib, o'z vaqtida ixtiyoriy muddat ichida to'lash kerakligini tushunib yetmoqda. Yurtdoshlarimizning farovon turmush kechirishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Sa'y-harakatlar natijasida aholining turmush tarzi tobora yaxshilanib, mamlakatimiz kun sayin ravnaq topmoqda. Xizmat ko'rsatish, energiya resurslari va ichimlik suvi ta'minotidan muammolarning hal etilayotgani ham farovonlik uchun xizmat qiladi albatta. Shu boisdan sohadagi kamchiliklarni byuro organlari yordamida hal etish choralari ham ko'rilyapti. Jumladan boshqaruv servis kompaniyalari xizmatlari, energiya va ichimlik suvidan foydalanganlik uchun yillar davomida yig'ilib qolgan debitor qarzdorliklarni sud hujjatlari asosida Majburiy ijro byurosi organlari tomonidan kamaytirishga erishilmoqda. Bu esa ish samaradorligini oshirishga xizmat qilayotgani bilan e'tiborni tortadi. Mazkur toifadagi ijro hujjatlarining ijrosi alohida nazoratga olingan bo'lib, joriy yilning o'tgan davri mobaynida davlat ijrochilarining sa'y-harakati bilan 6 milliard 57 million so'm elektr energiyasi, 559 million so'm tabiiy gaz, 1 milliard 480 million so'm ichimlik suvidan bo'lgan qarzdorlik amalda undirilishi ta'minlandi. Bu esa albatta ta'minotchi korxonalarning o'z vaqtida sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Joriy yilning 18-mart kuni Surxondaryo viloyat Majburiy ijro byurosi va Surxondaryo suv ta'minot aksionerlik jamiyati bilan birgalikda qo'shma farmoyish imzolandi. Shu farmoyishda ko'rsatib o'tilgan asosiy maqsad debitor qarzdorlikni kamaytirish, tushgan mablag'lar hisobiga olis hududlarga, yana suv yetib bormagan hududlarga yana ichimlik suv tarmoqlari tortish, o'sha eskirgan o'sha tarmoqlarni yangidan mukammal ta'mirlash ishlarini olib boryapmiz. Mart oyida 8 milliarddan oshiqroq mablag' undirishga erishdik. Birgalikda xonadon yurib ichimlik suvlarini tejash, to'lovni o'z vaqtida to'lash kabi tushunchalar berilib o'tilyapti. Shuningdek, boshqaruv servis kompaniyalari foydasiga qarzdorliklarni undirish borasida viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda amaliy tadbirlar amalga oshirilmoqda.
Majburiy ijro byurosi davlat ijrochilarining sa'y-harakati bilan sud hujjatlari asosida boshqaruv servis kompaniyalari foydasiga yillar davomida to'lanmagan 10 milliard 300 million so'm qarzdorlik amalda undirilishi ta'minlandi. Ma'lumot uchun bugungi kunda viloyatimizda 33 ta boshqaruv servis kompaniyasi faoliyat olib bormoqda. 1500 dan ortiq ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi mazkur korxonalar. To'lov intizomi orqali tushgan mablag'lar albatta mazkur ko'p qavatli uylarni saqlashda, xizmat sifatini oshirishda asos bo'ladi. Keyingi masala soliqlar. Bilamizki, soliqlar mamlakat iqtisodiyotining jadal rivojlanishini ta'minlaydigan hamda ijtimoiy soha faoliyatini moliyalashtirishda asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Afsuski, ayrim jismoniy va yuridik shaxslar o'z majburiyatlarini unutib, soliq qarzdorligini to'lamasdan kelmoqda. Vaholanki, soliqlarni o'z vaqtida to'lash har birimizning fuqarolik burchimizdir. Soliq qarzdorligini bartaraf etish maqsadida tadbirkorlik subyektlari bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Soliq qarzi o'z vaqtida to'lanmagan taqdirda Soliq kodeksining 114-moddasiga asosan ularning mol-mulkiga cheklov qo'yilmoqda. Joriy yilning yanvar-mart oylari davomida 10.954 ta qarzdor korxonalarga 522 milliard so'mlik soliq qarzini to'lash bo'yicha talabnomalar yuborib, 89 milliard so'm soliq qarzdorligi undirildi. Ogohlantirish talabnomasi yuborilgandan boshlab 60 kun muddatda soliq qarzdorligini to'liq uzmagan tadbirkorlik subyektlariga nisbatan tan olingan soliq qarzdorligi bo'yicha Majburiy ijro byurosiga ijro qarorlari shakllantirilib, majburiy ijro harakatlari davom ettiriladi. Tahlillarga ko'ra, byuroning hududiy bo'limlari ish yurituviga joriy yilning o'tgan davrida soliq qarzdorligini undirishga oid jami 86 milliard 589 million so'mlik 11 mingga yaqin ijro hujjatlari kelib tushgan. Ko'rilgan sa'y-harakatlar natijasida 4400 dan ortiq 64 milliard 545 million so'mlik ijro hujjatlarining ijrosi ta'minlangan. Majburiy ijro byurosi Surxondaryo viloyat boshqarmasi tomonidan birgina joriy yilning o'tgan davri mobaynida davlat ijrochilari tomonidan qarzdorlarga tegishli bo'lgan 106 ta 142 milliard 8 million so'mlik mol-mulklar xatlangan va hozirda 10 ta 13 milliard 713 million so'mlik mol-mulklar realizatsiya qilish uchun elektron onlayn auksion savdolariga chiqarilishi ta'minlangan. Sohada amalga oshirilayotgan ishlardan asosiy maqsad aholi turmush farovonligini oshirish, davlatimiz iqtisodiyotini barqarorlashtirishdir. Bu yo'lda Majburiy ijro byurosining har bir xodimi hamisha xalqimiz va davlatimiz xizmatiga shay.